Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar ayrim kvitansiyalar bo'yicha ortiqcha pul to'lab yuribdi. Ayrimlari esa umuman o'z hisobidan to'lamasligi yoki to'lagan pulini vidit foiz kompensatsiya qilib qaytarib olishi mumkin bo'lgan holatlarni bilmaydi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyda ota-ona, bobo-buvi yolg'iz yashaydigan pensioner yoki nogironligi bor keksa inson bo'lishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi 5 ta kvitansiya bo'yicha alohida tekshiruv qilish kerak? Kim kompensatsiya olishga haqli? Qayerga murojaat qilinadi? Qanday hujjat kerak? Qaysi xatolar sabab odamlar pulini yo'qotadi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumot bir marta eshitilib qolsa, keyin har oy oilangiz budjetini saqlab qoladi. Avvallari ko'p pensionerlar qanday tartibda yashardi? Kvitansiya keldi, unda summa yozilgan, demak to'lash kerak deb o'ylardi. Elektr keldi, to'laydi. Gaz keldi, to'laydi. Suv, issiqlik, chiqindi, uy-joy xizmatlari keldi. Hammasini birma-bir to'laydi. Ko'pchilik men pensionerman, lekin menga hech qanday yengillik yo'q deb hisoblaydi. Ba'zilar esa yengillik borligini eshitgan, lekin qayerga borishni, qaysi arizani yozishni, qaysi to'lov qaytarilishini bilmaydi. Hozir vaziyat o'zgargan tomoni shundaki, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya va imtiyozlar ko'proq ma'lumotlar bazalari orqali tekshiriladi. Ya'ni odamning pensiya olishi, nogironligi bor yo'qligi, yolg'iz yashashi, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turishi, uy-joy kommunal xizmatlaridan qancha foydalanishi hisoblagich ko'rsatkichi. Qarzdorlik holati elektron tizimlarda ko'rinadi. Lekin eng katta muammo shundaki, tizim bor, huquq bor, lekin odam ariza bermasa yoki noto'g'ri to'lab yuborsa, kompensatsiya avtomatik kelmasligi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Pensionerman. Demak, hamma kvitansiyani umuman to'lamayman degan xulosa noto'g'ri. To'lovni mutlaqo e'tiborsiz qoldirish qarzdorlik penga yoki xizmat cheklanishiga olib kelishi mumkin. Lekin kvitansiya keldi. Demak, tekshirmasdan to'layveraman degan yondashuv ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l shunday. Avval o'zingizga tegishli imtiyoz, kompensatsiya yoki subsidiya bor yo'qligini aniqlaysiz. Keyin kvitansiyani hisoblagich va normativ bilan solishtirasiz. Keyin rasmiy ariza bilan qayta hisob-kitob yoki kompensatsiya talab qilasiz. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi. Pensionerlar uchun eng ko'p muammo elektr to'lovi bilan chiqadi. Sababi oddiy. Hisoblagich ko'rsatkichlari ba'zan o'z vaqtida olinmaydi. Taxminiy hisob yoziladi. Tarif noto'g'ri qo'llanadi yoki qarzdorlik eski davrdan qolgan deb chiqariladi. Masalan, opa 74 yoshda yolg'iz yashaydi, bir oyda 20 kilovat elektr ishlatadi. Lekin kvitansiyada 260 kilovat yozilgan. Opa balki shuncha bo'lgandir deb to'lab yuboradi. Aslida esa ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Agar u hisoblagich rasmini olib elektr ta'minoti bo'limiga murojaat qilsa, ortiqcha yozilgan summa keyingi oyga qayta hisoblanadi yoki kompensatsiya mexanizmi orqali qoplanadi. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz. Gaz bo'yicha ham pensionerlar ko'p aldanadi yoki tushunmaydi. Ayniqsa qishda isitish uchun gaz sarfi oshadi. Ba'zi uylar hisoblagich bilan, ba'zilar normativ asosida to'laydi. Agar uyda aslida bir kishi yashasa, lekin ro'yxatda 3 kishi turgan bo'lsa, normativ noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Misol uchun, yolg'iz yashaydigan otaxonning uyida farzandlari ro'yxatda qolgan. Kvitansiya esa 3 kishi uchun chiqadi. Otaxon har oy 1 ming so'm o'rniga 3 ming so'm to'laydi. Bir yilda bu farq 2 million so'mdan oshadi. Bunday holatda yashovchilar tarkibini aniqlashtirish, gaz ta'minoti tashkilotiga ma'lumot berish, mahalla yoki tegishli idoradan haqiqiy yashash holatini tasdiqlatish kerak. Uchinchi kvitansiya issiqlik va issiq suv. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan pensionerlar uchun eng og'ir to'lovlardan biri shu. Ba'zan kvartirada issiq suv sifatsiz keladi, isitish yetarli bo'lmaydi. Lekin kvitansiya to'liq chiqariladi. Men shuni doim aytaman, xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa yoki sifati talabga javob bermasa, to'liq to'lovni so'zsiz qabul qilish shart emas. Albatta. Buni og'zaki uy sovuq edi deyish bilan isbotlab bo'lmaydi. Dalolatnoma tuzish, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish, qo'shnilar bilan birga ariza berish, harorat me'yorini o'lchash kerak. Masalan, xona harorati belgilangan me'yordan past bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Pensioner buni bilmasa, har oy sovuq uy uchun ham to'liq pul to'lab yuradi.
To'rtinchi kvitansiya sovuq suv va oqova suv. Bu yerda asosiy muammo hisoblagich yo'qligi, plombaning muddati, ko'rsatkichning noto'g'ri kiritilishi yoki uyda yashamaydigan odamlar uchun hisoblanishidir. Masalan, kampir bir o'zi yashaydi, suvni tejab ishlatadi. Lekin kvitansiyada oilada 4 kishi yashayotgandek norma hisoblanadi. Buning sababi ro'yxat ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Yana bir holat, hisoblagich bor, lekin ko'rsatkich 3 oy kiritilmagan. Tizim o'rtacha yoki normativ bo'yicha katta summa chiqargan. Bunday paytda pensioner darhol hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib, suv ta'minoti korxonasiga borishi yoki elektron murojaat qilishi kerak. Ortiqcha to'lov qayta hisoblanadi. 5. Kvitansiya maishiy chiqindi, uy joyini saqlash va umumiy xizmatlar. Bu kvitansiya kichik ko'ringani uchun ko'pchilik e'tibor bermaydi. Lekin aynan shu yerda yillar davomida ortiqcha to'lov yig'ilib qoladi. Chiqindi to'lovi ko'pincha ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanadi. Agar farzandlar boshqa shaharda yashasa, chet elda bo'lsa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, pensionerlar uchun ham to'layotgan bo'lishi mumkin. Uy joyini saqlash, lift, yo'lak yoritish, tom ta'mir kabi xizmatlarda esa savol tug'iladi. Xizmat haqiqatda bajarilganmi yoki yo'qmi? Agar lift ishlamasa, yo'lak chiroqlari yonmasa, tozalash bo'lmasa, lekin to'lov kelsa, bu masalani shirkat, boshqaruv kompaniyasi yoki uy joy mas'ullari bilan yozma tartibda ko'tarish kerak. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Siz eng xavfli guruhdasiz. Chunki ko'pincha hujjatlarni farzandlar yuritadi, lekin ular boshqa joyda yashaydi. Kvitansiya keladi. Siz esa qarzim bo'lib qolmasin deb darhol to'laysiz. Agar uyda faqat siz yashasangiz, barcha kvitansiyalar bir kishi hisobidan chiqayotganini tekshiring. Agar 2, 3, 4 kishi bo'yicha hisoblanayotgan bo'lsa, bu juda katta ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerning nogironligi bo'lsa, ijtimoiy himoya bo'yicha alohida imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki yordam turlari bo'lishi mumkin. Bular hudud, toifa va amaldagi tartibga qarab farq qiladi. Eng muhim narsa, nogironlik guvohnomasi, pensiya hujjati va kommunal to'lovlar bo'yicha kvitansiyalarni olib, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi, mahalla yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish kerak. Menga nima tegadi deb so'rash uyat emas. Aksincha, bu sizning qonuniy huquqingiz. 3-guruh kam ta'minlangan oilada yashaydigan pensionerlar. Agar pensiya yagona daromad bo'lsa, uyda ishlaydigan odam bo'lmasa, kommunal to'lovlar daromadining katta qismini olib qo'ysa, ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalasini ko'tarish kerak. Masalan, pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Qishda gaz, elektr, suv, chiqindi, issiqlik to'lovlari jami 30 ming so'mga chiqsa, bu daromadning yarmi degani. Bunday holatni shunchaki qimmat ekan deb qoldirmaslik kerak. Mahallaga ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, oilaning haqiqiy ahvolini ko'rsatish zarur. 4-guruh ko'p qavatli uyda yashaydigan pensionerlar. Bu uylar bo'yicha umumiy xizmatlar, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari, issiqlik, lift, tozalash, tom ta'mir kabi bandlar ko'p bo'ladi. Pensioner ko'pincha umumiy yig'ilishlarga qatnashmaydi, qarorlarni ko'rmaydi. Keyin kvitansiyada qo'shimcha summa chiqadi. Men bunday pensionerlarga maslahat beraman. Uy bo'yicha qanday qaror qabul qilinganini so'rang. Tarif qayerdan kelganini bilib oling, bajarilgan ishlar davlatnomasini talab qiling. Agar pul yig'ilgan bo'lsa, ish bajarilganini ko'rishingiz kerak. Agar sizning barcha hisoblagichlaringiz bor bo'lsa, ko'rsatkichlarni har oy o'z vaqtida kiritib borsangiz. Uyda nechta odam yashasa, kvitansiyada ham shuncha odam ko'rsatilgan bo'lsa, hech qanday eski qarzdorlik bo'lmasa, kvitansiya summalari sizning iste'molingizga mos bo'lsa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yilga kamida 2 marta tekshiruv qilish kerak. Chunki xato istalgan paydo bo'lishi mumkin. Agar siz kompensatsiya yoki subsidiya olmasangiz ham, bu sizga umuman hech narsa tegmaydi degani emas. Ba'zan kompensatsiya olish uchun faqat bitta hujjat yetishmaydi. Ba'zan odam ariza bermagan bo'ladi. Ba'zan ma'lumotlar bazasida yashovchilar sonini to'g'ri turadi. Shuning uchun men xavotir olmang deganda umuman tekshirmang demayman. Faqat qarzdorlikka tushib qolmasdan tartibli ravishda aniqlashtiring. Endi eng muhim savol, 100% kompensatsiya deganda nima tushuniladi? Bu har bir pensioner har qanday summani to'lamaydi degani emas. 100% kompensatsiya odatda aniq belgilangan holatlarda aniq toifa, aniq xizmat, aniq limit yoki me'yor doirasida qo'llanadi.
Ya'ni davlat yoki tegishli organ sizning ma'lum xarajatingizni to'liq qoplashi mumkin, lekin bu huquqni rasmiylashtirish kerak. Masalan, pensionerning ijtimoiy holati juda og'ir, u yolg'iz, qo'shimcha daromadi yo'q. Tibbiy xarajatlari bor. Kommunal to'lovlar esa pensiyaning katta qismini olib qo'yapti. Bunday vaziyatda mahalla va ijtimoiy himoya organi orqali moddiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya ko'rib chiqilishi mumkin. Agar qaror ijobiy bo'lsa, ayrim xarajatlar to'liq qoplanadi yoki to'langan pul qaytariladi. Lekin odam men eshitdim, demak to'lamayman deb o'tirsa, tizim uni o'zi izlab kelmasligi mumkin. Yana bir misol. Pensionerning issiqlik kvitansiyasida 400 so'm chiqdi, lekin uyda isitish deyarli bo'lmagan. Qo'shnilar ham shikoyat qilgan, dalolatnoma tuzilgan, xizmat sifati tasdiqlanmagan. Bunday holatda qayta hisob-kitob qilinib, asossiz yozilgan summa 100% olib tashlanishi mumkin. Bu ham amalda kompensatsiyaga o'xshaydi. Siz ko'rsatilmagan xizmat uchun pul to'lamaysiz yoki to'lagan bo'lsangiz, keyingi oy hisobingizga o'tkaziladi. Yana bir holat, chiqindi to'lovi 5 kishi uchun yozilgan. Aslida uyda bitta pensioner yashaydi. 4 kishi uchun 3 yil davomida ortiqcha to'langan bo'lsa, hujjatlar bilan murojaat qilinadi. Tashkilot qayta hisob-kitob qiladi. Har doim ham 3 yilning hammasini qaytarib berish oson bo'lmasligi mumkin, chunki muddatlar. Hujjatlar, dalillar talab qilinadi. Lekin ortiqcha hisoblangan qism to'liq bekor qilinishi yoki keyingi to'lovlarga o'tkazilishi mumkin. Birinchi tuzoq, og'zaki va'da. Sizga kimdir bormang, o'zi yechiladi. Hamma pensionerlarga beriladi. Faqat pasport yetadi desa, ishonib qolmang. Har bir masala yozma ariza, ro'yxatdan o'tgan murojaat, kvitansiya, dalolatnoma, ma'lumotnoma bilan hal bo'ladi. Og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Ikkinchi tuzoq, qarzdorlikni tekshirmasdan to'lash. Ba'zida kvitansiyada eski qarz chiqadi. Pensioner qarz bo'lsa kerak deb to'laydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, qarz avvalgi egadan qolgan yoki tizim xatosi bo'lgan. Ayniqsa uy sotib olinganda, meros bo'lganda, ro'yxat o'zgarganda, hisob raqami almashganda bunday xatolar uchraydi. Shuning uchun eski qarz bo'lsa, albatta uning qaysi davrga tegishli ekanini yozma ravishda so'rang. Uchinchi tuzoq. Hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermaslik. Elektr, gaz, suv bo'yicha ko'rsatkich kiritilmasa, tizim taxminiy hisoblaydi. Keyin katta summa chiqadi. Pensioner vahimaga tushadi. Aslida oddiy tartib kerak. Har oyning belgilangan kunida hisoblagichni rasmga oling. Ko'rsatkichni yuboring. Rasmni telefonda saqlab qo'ying. Bu rasm keyin dalil bo'ladi. 4-tuzoq. Farzandlar ro'yxatda, lekin yashamaydi. Bu juda keng tarqalgan muammo. O'g'il Rossiyada, qiz Toshkentda, nabira boshqa tumanda, lekin hammasi ota-onaning uyida ro'yxatda turadi. Kvitansiya esa odam soni bo'yicha chiqadi. Pensioner bolalarim-ku deb to'layveradi. Natijada o'zi ishlatmagan xizmat uchun pul beradi. Bu masalani qonuniy yo'l bilan tartibga solish kerak. Kim haqiqatda yashaydi? Kim vaqtincha ketgan? Kim boshqa joyda to'laydi? Bularni aniqlashtirish lozim. 5-tuzoq. Kompensatsiya faqat kelajak uchun rasmiylashtirilishi. Ko'p holatda odam kech murojaat qiladi. Masalan, 1 yil ortiqcha to'lagan, keyin keladi. Ayrim to'lovlarda o'tgan davr uchun qayta hisob qilish mumkin. Ayrimlarda esa faqat murojaat qilingan kundan boshlab qo'llanadi. Shuning uchun kechiktirmang. Bugun bilsangiz, bugun tekshiring. Ertaga bir oy yana yo'qotishingiz mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, issiqlik yoki issiq suv, sovuq suv va oqova, chiqindi hamda uy-joy xizmatlari bo'yicha hammasini alohida papkaga soling. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, telefon ilovasidan yoki to'lov tizimidan skrinshot qiling. Ikkinchi qadam, uyda haqiqatda nechta odam yashayotganini aniqlang. Pasport ro'yxati bilan real yashash har doim ham bir xil bo'lmaydi. Agar kvitansiyada odam soni bo'yicha hisoblanadigan xizmatlar bo'lsa, ro'yxatda turganlar soni sizga ortiqcha xarajat keltirayotgan bo'lishi mumkin. Bu masalani mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali aniqlashtiring. 3-chi qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichining hozirgi ko'rsatkichini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefonning o'zida sana saqlanadi. Keyin kvitansiyadagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Farq bo'lsa darhol murojaat qiling. Keyingi oy ko'ramiz demang. Chunki xato ustiga yana xato qo'shilishi mumkin. 4-qadam, imtiyoz yoki kompensatsiya huquqini tekshiring.
Buning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa guvohnoma, oxirgi kvitansiyalar. Bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hududingizdagi inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, mahallaga yoki ijtimoiy himoya mas'uliga boring. Aniq qilib shunday deng: men pensionerman. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki moddiy yordam olish huquqim bor yo'qligini tekshirtirmoqchiman. Iltimos, arizamni ro'yxatdan o'tkazing. 5-qadam. Har bir tashkilotga yozma murojaat qiling. Elektr bo'yicha elektr ta'minoti korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minotiga, suv bo'yicha suv ta'minotiga, issiqlik bo'yicha issiqlik korxonasiga, chiqindi yoki uy-joy xizmati bo'yicha tegishli tashkilotga ariza yoziladi. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha oxirgi davr to'lovlarini tekshirib, hisob-kitob asosini, tarifni, iste'mol miqdorini, qarzdorlik davrini va imtiyoz qo'llanishi mumkin bo'lgan holatlarni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Eng muhimi, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhr oling. 6-qadam. Agar xizmat sifati yomon bo'lsa, dalolatnoma talab qiling. Issiqlik yo'qmi? Issiq suv kelmayaptimi? Lift ishlamayaptimi? Chiqindi olib ketilmayaptimi? Yo'lak tozalanmayaptimi? Faqat shikoyat qilib qo'ymang. Dalolatnoma tuzilsin. Qo'shnilar imzo qo'ysin. Sana vaqt muammo aniq yozilsin. Keyin qayta hisob-kitob talab qiling. Dalilsiz pul qaytarish qiyin, dalil bilan esa imkoniyat ancha oshadi. 7-qadam. Farzandlar yordam bersin. Agar siz pensioner bo'lsangiz va hujjat yuritish qiyin bo'lsa, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli qo'shningizdan yordam so'rang. Lekin bank kartangizni, PIN kodingizni, elektron imzo parolingizni hech kimga berib qo'ymang. Firibgarlar aynan kompensatsiya chiqarib beraman deb pensionerlarni aldashi mumkin. Hech kim sizdan telefon orqali SMS kod so'rashga haqli emas. 8-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori organga murojaat qiling. Tashkilot javob bermasa, muddat o'tib ketsa yoki sizga asossiz rad javobi bersa, iste'molchi sifatida huquqingizni himoya qiling. Yuqori tashkilotga, mahalliy hokimlikka, ijtimoiy himoya organiga yoki tegishli nazorat idorasiga murojaat qilish mumkin. Eng kuchli qurolingiz tartibli hujjatlar, kvitansiya, ariza nusxasi, ro'yxat raqami, hisoblagich rasmi, dalolatnoma. Birinchi misol. Olib 8 yoshli pensioner ayol 2 xonali kvartirada yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Chiqindi va suv to'lovi 3 kishi bo'yicha kelgan, oyga ortiqcha 15 ming so'm to'lagan. Bu katta pul emasdek ko'rinadi. Lekin 1 yilda 5 ming so'm, 2 yilda 1 milliondan oshadi. Hujjatlar tekshirilgach, odam soni aniqlashtiriladi va keyingi to'lovlar kamayadi. Ayrim ortiqcha hisoblangan summalar qayta hisob-kitob qilinadi. Ikkinchi misol. Otaxon gaz bo'yicha qishda 700 ming so'mlik kvitansiya olgan. Farzandi hisoblagichni tekshirsa, ko'rsatkich tizimda noto'g'ri kiritilgan. Ariza beriladi, hisoblagich rasmiy ilova qilinadi. Natijada summa pasayadi. Agar otaxon darhol to'lab yuborganida pul keyingi oylarga o'tishi mumkin edi. Lekin bir necha oy naqd xarajatdan qiynalardi. 3-misol. Ko'p qavatli uyda isitish past bo'lgan. Pensionerlar alohida shikoyat qilgan. Lekin natija bo'lmagan. Keyin bir nechta qo'shni birgalikda dalolatnoma tuzdirgan, harorat o'lchangan, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qilingan. Shundan keyin qayta hisob-kitob masalasi ko'rilgan. Bu yerda asosiy farq shuki, og'zaki norozilik hujjatga aylantirilgan. Hurmatli pensionerlar, bugungi asosiy fikr shuki, elektr, gaz, issiqlik va issiq suv, sovuq suv va o'qova, chiqindi hamda uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiyalarni ko'r-ko'rona to'lamang. Avval tekshiring, huquqingizni aniqlang. Ortiqcha hisoblangan summa bo'lsa qayta hisob-kitob talab qiling. Kompensatsiya yoki subsidiya olish imkoniyati bo'lsa rasmiy ariza bering. 3% qoplanadigan holatlar bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat, dalil va rasmiy murojaat kerak. Agar siz yoki ota-onangiz shunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi kvitansiya bo'yicha eng ko'p savol bor? Elektrmi, gazmi, suvmi, issiqlikmi yoki chiqindimi? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan holatlar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoni like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Bu birgina video kimningdir har oy ortiqcha pul to'lashining oldini olishi mumkin.